Va oxirgisi Ismoil Hasanboy. Eng zo'r taraflardan birisi, nechun bizlarga ko'proq bolalar keladi? Chunki o'quv markazlari ko'p Hazarisda. Bizda IT kursida o'qiydigan bolalarga bonus sifatida ingliz tili kurslarimizni bepul qilib qo'yganmiz. O'shanbek endi bir narsa aynatarlarimiz qo'ydi. Bu yerda endi o'quv kursi necha oy bo'ladi ekan, nechalar bitirib chiqadi ekan. Qaysi fan ishga girishi mumkin ekan degan savol kelib chiqadi. Agar yaxshi o'zlashtirilgan bu o'qituvchi tasdiqlagan bo'lsa, ularga har xil chegirmalar beramiz. 30%, 50%, 100%gacha chegirmalarimiz bor. IT yo'nalishida o'qiydigan bolalar IT yo'nalishi, zamonaviy IT yo'nalishida o'qisa, birinchidan yaxshi maosh olib biladi, yaxshi muhitda, yaxshi joyda ishlab biladi. Chala vaqtida deysiz menimcha, chala vaqtda o'qib chiqadilar. Bizda agar kompyuterni bilmay, kompyuterni noldan o'rgangan odam bo'lsalar, 2 oyda kattalar uchun esa, ayniqsa bozorchilarimiz uchun buxgalteriya kursini tashkillashtirdik. 3 oylik. 3 oyda buxgalteriya bo'yicha to'liq bozorda o'zlariga kerak bo'ladigan yoki bo'lmasa men kasbiyatni o'rganaman desalar ham, kasbiyatida buxgalteriya. Chapaga gitsangizlar, Karavshavotga qarab ketasizlar. Doğrudan kelsangizlar, hurmatli obunachilar, Drujbadan kelasizlar, Karavshavot svetoforni o'tganlaringizda o'zi, chap qo'ldina IT o'quv markazi. Bu tarafdan Hazariston keluvchilar uchun to'g'ri Karavshavot svetoforni urilmasdan, shunga yetmasdan o'zi 10 qo'lda IT o'quv markazi. Assalomu alaykum, hurmatli oilaviy to'ni obunachilari, hurmatli kuzatib boruvchilar. Bugun sizlarga xudo xolasa Xorazm viloyati Hazaras tumanidan Karavshavotning svetoforning yonida xudo xolasa Ro'shanbek akamiz IT o'quv markazi ochib qo'yibdilar. Bilasizlar, ko'pchilik odam biladi. Bu yerda Yangi bozor, Karvak, masalan Hazaris, endi o'qib bilgan o'zi odamlar biladi, o'qib chiqib ketib bilgan bolalarning o'zi. Xudo xolasa bugun shu obzorga keldik, obzorni qilib beramiz. Kimda-kim anatalar shu bolalarni savodli qilaman desa, ishga kiraman desa bo'lsa, xudo xolasa eng zo'r o'quv kurslaridan birine keldik. Ya'ni zamonaviy IT o'quv markazina keldik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ro'shanbek aka, yaxshimisiz? Rahmat, sarsamasdan. Bugun xudo xolasa endi Ro'shanbek aka anatalarimiz qiziqi, bolalarni nima desam bo'ladi, o'qitib bilimdon qilsa, ertaga o'zi rohatini oladi, shuni mevasini oladi. Shuning uchun hozir ko'pchilik anatalarimiz qiz neda o'qisamagan bolamni deb o'tirgan anatalar ham bor endi, bolalar endi kurs qatnaydigan joylarga keldi. Shunga sizda bu yerda necha xil fan bor xudo xolasa? Bizani, ya'ni men adim Ravshan Ibrohimov, shu ProSkill IT akademiyasini asoschisiman. Hop, ProSkill degani o'zi, ya'ni professional mahorat degani, ya'ni bu yerdan biza zamonaviy kasblarni o'qitib, zamonaviy kasblar bilan zamonaviy fikrlidan mutaxassislarni yetishtirib chiqarishni maqsad etganmiz o'zi. Hop, hozircha biza o'tgan yili iyun oyida ochilgan bo'lsak, hozircha bizada 60 dan ko'p bolalar bitirib chiqdi. Ya'ni shu zamonaviy IT yo'nalishlarini bitirib chiqdilar. Ya'ni dasturlash bo'lsin, kompyuterni noldan o'rganish bo'lsin, yoki bo'lmasam ingliz tili va buxgalteriya kurslarimizni ochganmiz hozir. Dasturlashning ham har xil yo'nalishlari bor. Mana backend, frontend, mobil dasturlash yo'nalishlari bor. Ya'ni shu yo'nalishlarda bolalarimiz, ya'ni zamonaviy kasblarni o'qib, bitirib chiqibdilar. Demak, hozir ko'radan bo'lsangiz, bu yerda endi ayrim lavhalar berilgan, ya'ni o'quvchilarimiz bilan, bitiruvchilarimiz bilan, ya'ni taqdirlangan o'quvchilarimiz bilan, chunki biz shu o'quvchilarimizni agar yaxshi o'qiydigan bo'lsalar, bir oy davomida natijalarini kuzatamiz va ularni taqdirlaymiz. Xo'p, hozircha bizda 100 dan ko'p o'quvchilar o'qiydi. Har xil yo'nalishlarimizda eng zo'r taraflardan birisi, nechun bizlarga ko'proq bolalar keladi? Chunki o'quv markazlari ko'p Hazarisda. Bizda IT kursida o'qiydigan bolalarga bonus sifatida ingliz tili kurslarimizni bepul qilib qo'yganmiz. Ya'ni ingliz tili kursini pul to'lamaydilar, faqat shu IT yo'nalishining o'zini pul to'laydilar. Narxlar ham ko'p emas va boshqa o'quv markazlaridan asosiy farqlarimizdan birisi, kurslarimiz vaqti, demak, iloji boricha, ya'ni qisqa muddatda, arzon narxda va qo'shimcha imkoniyatlar bilan demak tugatishlarni sharoit qilib beramiz bolalar. Endi Ro'shanbek aka endi bir narsa aynatarlarimiz qo'ydi. Bu yerda endi o'quv kursi necha oy bo'ladi ekan, nechalar bitirib chiqadi ekan. Qaysi fan ishga girishi mumkin ekan degan savol kelib chiqadi. Mana shuda. To'g'ri, endi hammada shu savol bo'lishi, ya'ni tayin bo'lishidan shunday savollar. Sababi bu yerda nechun bolalarimizni o'qishga kirgizmay, IT yo'nalishlarida o'qitishimiz kerak degan savol bo'lishi mumkin. IT yo'nalishida o'qiydigan bolalar zamonaviy IT yo'nalishida o'qisa, birinchidan yaxshi maosh olib biladi, yaxshi muhitda, yaxshi joyda ishlab biladi. Xohlasa ofisdan, xohlasa o'zini uyidan turib ishlab biladi. Xohlasa O'zbekistonning o'zida ishlab biladi, xohlasa chet el, butun dunyoga IT yo'nalishida ishlab biladi. Ya'ni shunday imkoniyatlari bor buni. Ya'ni shuning uchun ham buni, demak, bu yo'nalishlar o'rgangan afzal.
Xo'p, shu taraflama aytsak bo'ladi, tanalarning manfaatli tarafi shu asosiy. Tushunarli. Va endi chala vaqtda dedingiz menimcha, Tamam, chala vaqtda o'qib chiqadilar. Bizda agar kompyuterni bilmay, kompyuterni noldan o'rganadigan bo'lsalar, 2 oyda kompyuterni o'rgatamiz. Keyin agar men dasturlash yo'nalishidan ketaman desa, dasturlash 2 oylik kursi bor. Dasturlash yo'nalishidan girgizadi bu, chunki dasturlash yo'nalishlari ko'p. Agar qaysi yo'nalish bolaga ma'qul boladan bo'lsa, buni bizlar kursning o'qituvchisi demak aytadi. Ya'ni bu aniqlashtirgandan keyin shu yo'nalishini yo'naltirib beramiz. Ya'ni bola shu yo'nalishni oson olib ketishi kerak. Ya'ni keyingi o'rganadigan 6 oy davomida, keyingi o'rganadigan 7-8 oy davomida asosiy kasbi boladan bu yo'nalish o'rganishi uchun bola qiynalmay, hazatib o'rganishi kerak. Shuning uchun bu 2 oyda biz bolalari sinimiz, ya'ni o'sha yo'nalishlari qaysi birisini ma'qul bo'lsa yo'naltirib beramiz. Tushunarli. Bolalarimiz agar 0 dan keladigan bo'lsa, kompyuterni 2 oy o'rganadi. 2 oy demak yo'nalish tanlaydi, kurs o'qiydi undan ham, ya'ni yo'nalishlari farqlab ko'radi. Va asosiy kasb yo'nalishidan o'tadi keyin, shu 4-oyindan o'tadidan va u yerda bir yo'nalishda o'qib 4-5 oy va maksimum 6-7 oy o'qiydi. Va uzoq aytadigan bo'lsa, 10 oy ichida, balki 1 yil ichida maksimum bola ma'lum bir IT yo'nalishida kasb bo'lib chiqadi. Endi tasavvurlasak, bola hozirgi vaqtidan 1 yildan keyingi vaqtda agar maktabda o'qigan bo'lsa, ma'lum sinfga katta bo'ladi va shu 1 yili bola kasbli bo'ladi, qaysiki kamida 200-300 dollar oylik olib keladigan kasb egasi bo'lib chiqadi. Plus yana bir zo'r tarafi, faqat IT ni o'zini yo'nalishini emas, IT dan tashqari ingliz tili bilan birga chiqadi. Chunki bizda IT da o'qigan bolalar ingliz tilida bepul qatnashadi, ingliz tilini o'rganib, demak 1 yilda u ham IT kasb egasi hem ingliz tilidan gaplab biladigan darajada chiqadi. Xudo xolasa shunda ko'rikma ishlamiz mumkin. Bolalar bir nima desak bo'ladi, ilm olib ketadi, polni o'rganib. Kasbli bo'ladi. Kasbli bo'ladi, nasib bo'lsa. Sho'ra kelsalar. Shunda endi qarang, O'shanbek aka, hozir esa bu yerda bir ko'pchilik otalarimiz endi sharoitni chekkanib o'tiribdi. Sharoitlardan biri ko'rgansak, endi berasalardan почти 1 yil bo'la keldi, to'g'rimi? 1 yil bo'la keldi. 60 dan ziyod bola o'qib bitirib chiqib ketdi. Bitirib chiqib, ishli bo'lganlar ham bor ishlarida. Yasalar hammasini ko'rsatamiz. Endi xudo xolasa bu ham tarafini endi 100 dan ko'p odam o'qib o'tdi, 100 dan ko'p bolalar. Shunday. Hozir xudo xolasa ko'rgazib boramiz, ko'rib kuzatib borasizlar. Qisqacha bir adresimizni tashqaridan tushuntirib, keyin videomizni boshlaymiz esa. Esa ko'rib borasizlar, hurmatli obunachilar, like-ni bosing. Hurmatli obunachilar, adresimizga keladigan bo'lsak, adresimiz Hazaras tumani Karvak yo'lining bo'yini ustida qarang. Yana bu Karvak Shavot svetofor deydilar yana, obunachilar. Yana bu yana gitsangizlar, chapaga gitsangizlar, Karvak Shavotga qarab ketasizlar. Doğrudan gelsangizlar, hurmatli obunachilar, Drujbadan kelasizlar, Karvak Shavot svetoforni o'tganlaringizda o'zi, chap qo'ldina IT o'quv markazi. Bir tarafdan Hazarasdan keluvchilar uchun doğru Karvak Shavot svetoforni urilmasdan, shunga yetmasdan o'zi 10 qo'lda IT o'quv markazi xudo xolasa. Sho'lar O'shanbek akamiz yana rahbari, sho'rning bu yerda yana aytaringiz O'shanbek aka. Bu yerda o'quv markazimiz, telefon nomerlari agar narsadan bo'lsalar, galadigan bo'lsalar, demak telefon urib, oldindan so'rab, kurs haqida ma'lumot olib kelsalar bo'ladi. Yanında yana hamma sharoitlar qilganmiz. Apteka yaqinda ishga tushadi, xudo xolasa. Bu yerda do'kon qilganmiz, do'kon bolalar o'tib bemalol qanday ochilsa, netadilar. Ovqatlanishlari va jolishlari mumkin. Undan tashqari mikrovalnovka bor. Agar uydagilar ovqat qizdirib bersa, kelib ovqatini qizdirib bemalol o'tirib, chunki dapada kompyuterlarimiz bor. Shu kompyuterlarda o'tirib, nima deydi, darsdan tashqari ham o'rganishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni darsdan tashqari qolib o'tirib, ustlarida ishlashlari imkoniyatlarini qilganmiz bolalar. Tushunarli. Shu sababdan. Asa shunda video davomida ko'rib boradilar masalan. Xudo xolasa. O'shanbek aka, bu yerdagi narsalarni olib qo'ying endi, xudo xolasa. Bizda bugun bitiruvchilarimiz taqdirlash kuni, ya'ni bizda bitirgan bolalar bor, 10 yaqin bolalar bitirgan. Sovg'alari aytadigan bo'lsam, sovg'alar har bitiruvchilarimizda ichida yaxshi bitirgan, o'zi yaxshi o'zlashtirgan o'quvchilar bo'ladi. Shularni taqdirlaymiz. Sovg'alar bundan tashqari agar keyingi kursimizda o'tadigan bo'lsalar, keyingi darajada, keyingi oylarida demak ularga agar yaxshi o'zlashtirgan bir o'qituvchi tasdiqlagan bo'lsa, ularga har xil chegirmalar beramiz. 30%, 50%, 100% gacha chegirmalarimiz bor. Shuning. Demak, bular shunda yaxshi o'qib chiqqana xudo xolasa, albatta mukofotlardan berasizlar. Shunday. Ya'ni bolalar rag'batlantirish uchun, shuni ya'ni ko'ngliga ko'tarib, yana motivatsiya berish uchun. Shuni narsalar o'ylanamiz. Sertifikatlarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Sertifikatlarimiz ham qo'shsay, ajoyib etib o'zlarini bugun topshiramiz. Xudo xolasa ko'rsangiz. Bu kompyuter savodxonlik, ya'ni 2 oyda kompyuterni o'rganib chiqqan bolalar shular topshiriladi. Tushunarli. Asa xudo xolasa endi video davomida hammasini ko'rib qolsa, endi o'quvchilarning hammasini ko'rasiz sharoitlarni. O'quv markazimiz, yana o'zga o'tirsizlar, 2 kvadrat joylashgan.
kompyuterxonalar hammasini ko'rasiz. Bo'ldi. Bu yerda bizda hozir 4 dona xonamiz bor. Asosiy o'quv maydonimiz ikkinchi qavatda bizani. Bu yerda har dasturlash xonalari kelib gösteramiz bir yandan. Keling, birinchisi bu yerda hozir. Hozir 1 minut uzr. Darsingizni ozgina bo'lamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bog'abek, mobil dasturlash, kompyuter soatxonligi ustozimiz bizlari. Ko'p yillik tajribaga ega mutaxassis, darslarda dars o'tganlar. Bu yerda hozir Hazarsak keldik bularni. Bu xonamizda asosan bolalar shu ingliz tili, kompyuter soatxonligi, robototexnika yo'nalishlarida o'qiydilar. Bu partamizga ko'rib turibsiz, robototexnikaga moslashgan. O'rtada poliyada shu robotlarni hali yasasalar, shu yuritadilar. Poyga yetadi, shunday har xil xullas. Tushunarli. Ingliz tili, mental arifmetika kurslari ham shu xonada bo'lib o'tadi asosan. Bolalar endi kelib qolishadi, xudo xolasa endi. Hozir bizada nov dars o'tibdi bu yerda. Nov masalan. Qo'shimcha dars o'tibdi hozir bu yerda. Qo'shimcha darsdan? Mobil dasturlash bo'yicha. Mobil dasturlash yo'nalishida. Tushunarli. Bu xonani ko'rsak bo'ladi endi. Rahmat. Yaxshi. Basay. Xo'p. Bu yerdan ham dars o'tib turgan bo'lsak. Biz endi siz yana bir narsani so'rash ekandim. Bu yerda azon, obed, kech o'qish olaman, nechta qoladi endi? Bu yerda azonki 8 dan kechki 6 gacha kurslar bor. Bolalarga ikkita bir beradi shunaqa kunda. Kelib o'tirib ishlashlarga ham sharoit bor bu yerda. O'tirib ishlashlarga ham. Ayrim xonalar hozir bo'sh, hozir ko'ramiz. Ayrim xonalar bo'sh. O'sha darsdan keyin qolib o'tirib ishlashalar bo'ladi. Assalomu alaykum. Ulug'bek bizlar asosiy o'qituvchilarimizdan kompyuter soatxonligi, dasturlash yo'nalishlari, front-end, back-end yo'nalishlari bo'yicha kurs o'tagan mutaxassisimiz bizani. Xo'p, bu yerda hozir qaysi yo'nalish bo'yicha dars o'tibdi shunda? Bular hozir front-end yo'nalishi bo'yicha. Front-end yo'nalishida 2 oy bo'ldi bularni narsani o'qib berganda. Xudo xolasa 2 oy bo'lib 3-oyga qarab ketdik. Demak front-end bo'yicha, to'g'rimi? Front-end bo'yicha uje biza HTML, CSS tamom etib, JavaScript boshladik. Zo'r. Bu dasturlashi bir yo'nalishi front-end bo'yicha hozir kursga turibdi bu yerda. Xo'p, uzr, savoqlar Bo'ldi, sog' bo'ling. Endi har narsaning sharoitlari yaqinligini narsa ko'rib borasiz. Xo'p, bu ham endi 3-xonamiz. Bu ham shunday. Bu xonamizda hozir dars yo'q ekan. Kelib o'tirib ishlasalar bo'ladi, kompyuterlar bilan ta'minlangan. Kelib o'tirib ishlasalar bo'ladi. Ko'pchilik bolalar o'zlari kompyuterga kelib turibdilar o'zlari bilan. Ota-onalari uyda ishlashlari uchun ham sharoit etib, kompyuterni to'liq sotib olib yoki bo'lib to'lashi bo'lsa ham olib berib turibdilar. Shunga bolalar o'zini kompyuter bilan keladilar, o'tirib ishlaydilar. Yaqinda bizlar ko'p so'rovlar bo'ldi. Shu o'zimiz bilan ovqat olib borib, ovqatlanib netsak bo'ladimi deganda mikrofonovka olib qo'ydik pasa endi bemalol uydagilar ovqat pishirib bersalar, kelib o'tirib, chalg'imin o'zlarining ustida ishlab, rivojlansalar bo'ladigan sharoit qildik. Tushunarli. Shunday. Bu xonamizda ham shunday, ya'ni dasturlash yo'nalishlari bilan ingliz tiliga asoslangan xona. Kurslarni bu xona olmadik, hozir ota-onalar mejlisi bo'ladi degani. Bu ota-onalar majlisi boradi bizda. Yana bolalar ham kelib qolishadi. Kelaringlar bolalar. Bizda har oyda ota-onalar bilan, deyarli har oyda, fevral oyimizda bo'lmay qoldi. Har oyda bizda ota-onalar bilan majlis bo'ladi. Shu qaysi xona bo'sh bo'lsa, agar dars bo'lmasa, shu xonaga o'tkazib kurslarni shu yerda qilamiz. Va bu ota-onalar majlisida biz nomlar gaplashamiz. Ota-onalar majlisida ya'ni bir oy davomida farzandlarimda nima o'zgarishlar bo'ldi, nera qarab o'tir bolalari, qachon natijaga erishadi, ustozlar bilan gaplashib, bolasida bir oy davomida o'zgarishlar bo'lmadimi, qaysi tomonda yordam bersalar bo'ladi o'qituvchiga. Masalan, shunday taraflarni maslahat qilamiz, ham o'quv markazida bo'ladigan o'zgarishlar, yangiliklarni muhokama qilamiz ota-onalar bilan. Bizlarga yordam kerak bo'ladigan joylari bo'lsa, ota-onadan iltimos qilamiz. Bizlarga shikoyatlari, takliflari, savollari bo'lsa, ota-onalar bizlarga chiqadilar. Shu muhitni ta'minlash uchun ota-onalar bilan har oyda bir marta uchrashuv qilamiz. Uchrashuv qilasizlar. Shunday. Har oyda bir marta. Shunday. Endi kimislari bo'ladi bo'lsa, savollarni javoblarini oladilar. Savollarni beradi ishga. Shunday. Ota-onalar bilan yaqindan ishlaymiz xullas. Asosiy farzandlarni o'qib turganlar ota-onalar. Bizlar hozir inshonsangiz pichoqchi taraflardan ham keladilar bolalar. Ya'ni sizga o'xshab shunday YouTube'larda ko'rib, bizlarni kelib turibdilar bolalar, har xil joylardan kelib turibdilar. Ishonch bildirib, alohida men o'zim ham shaxsiydan yozadilar. Masalan, bolasini o'qishi tushib ketsa yoki bo'lmasa yaxshi bo'lsa rahmat deb, tushib ketsa aytib, bolam o'qishi yaxshi emas deb turib yozadilar. To'g'risi. Shu masalalari har oyda o'zim kelib, tahlil qilib, savollarga javob berib, aniqlashtirib ketamiz. Shunday har oyda shuning uchun ota-onalar bilan majlis qilishimiz tushunarli. Bor bizda. Shunda xudo xolasa bugun ota-onalar majlisi bor bugun. Bugun soat 3 ta ota-onalar majlisi. 3 ta. Bizlar ertaroq keldik, hurmatli obunachilar. Kimda kim xudo xolasa shu bolasini bilimni qilaman, shu IT
o'quv kursidan xudo xolasa kiraman desaysizlar, nasib bo'lsa endi kelaverasizlar. Shuni o'zlari bilan meni rahbarimiz o'zlari turibdilar, nasib bo'lsa Ravshanbek akamiz o'zlari bilan uchrashib, gaplashib ketishingizlar mumkin, hurmatli obunachilar. Ballarni olib kelib, telefon nomerlari tilib ursalar, to'liq bizning administratorimiz ma'lumot beradilar. Kelsalar, kelgan vaqtlarda shunda ma'lumot beradilar to'liq. Ham bizning veb-saytimiz bor, proskill.uz degan. O'raga ma'lumot olsalar bo'ladi. Hozir ijtimoiy tarmoqlarimiz, Telegramimiz, Instagramimiz ishlab turibdi. Yaqinda YouTube'ni ham qo'shdik. Proskillni qidirsalar chiqadi, balkim shu ekranni chiqarib qo'ysa bo'ladi. Ekranni chiqarib qo'yamiz. Chiqarib qo'ysangiz, shundan kirib, videolarimizni ko'rib, yozib, kommentariyalari faol bo'lsalar bo'ladi. Bu ham bizning faoliyatimizni yaxshilash uchun, boshqa uchun yaxshi bo'ladi. Agar shudan xudo xolasa rezultat berib, yaxshi natijalar ko'rsatib beradigan bo'lsak, ota-onalardan ham yordam kutamiz. Shuni, ya'ni yana ham bolalarga ishonch bildirib, katta kurslar olib o'tib, bitirib chiqib, keyin ular ishli qilishlaridan biz qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Bo'ldi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, ko'rdingizlar ota-onalar, xudo xolasa o'zingiz ko'z bilan kelib ko'rib, bolalarni topshirishingizlar mumkin. Bu yerda maqaring o'pshi, bu yerda yangi bozor, hamma joydan bor ahvollar. Tushundingmi? Bu ham Ismoilishon, bu ham taraf Karva yana. Shu sabab bizning uchun shu bozor yanlarida ochmadik yoki Durjman o'zida ochmadik. Sentr, ya'ni markaz joyda, ikki taraf ham yaqin bo'lgan, ikki joy ham o'rtasida joylashgan, yo'li bo'yinda bo'lgani uchun bu yerda har kun mashina o'tib qaytadi. Ham taksilar ham ko'p, marshrutklar avtobusda yurib hattodan bu yerda. Xazariston kelaman desam, muammosi yo'q, Durjmadan kelaman desam, muammosi yo'q umuman. Shuning markazda o'rtada joylashgan. Ham bu yer Karvakda men avval dars berganman o'zim. Karvak dars bergan vaqtimda bu ota-onalar ko'proq, ya'ni nodiyda bolalarni o'qishga ko'p tirishadilar, ko'p harakat etadilar. Ya'ni yaxshi o'qisin, yaxshi ta'limlasin. O'zimni o'qigan bolalarim, masalan, hozir Amerikada o'qib yurgan bolalar bor. O'zim ingliz tilidan dars berganman bu yerda. Ya'ni kuchli, kallasi savoti kuchli bolalar bor. O'z o'quv markazi ochganim sababim shundan beri. Matematiklar, kuchli ingliz tilini tez o'zlashtiradigan bolalar bor. Aholida ish joylashganman. Bu yerdan Karvak shoatdan, bu yerdan ishon taraf Karvak yaqin mendan keladilar. Ko'pchilik kelib shundan hozir ham masalan ko'pchilik o'ylamadim, o'zim ham o'ylamadim, bunchalik bola bo'ladi deb. Yaxshi natijaga o'sib turibmiz, xudoga shukr. To'g'ri. Endi yillar mobaynida masalan eshitganlar bor, eshitmaganlar bor masalan. Birovda eshitib keladi. Birov YouTube'dan ko'rib keladi. Xudo xolasa asta-sekin hurmatli obunachilar, kimda kim shu darajada xudo xolasa bolalaringizni shu bilimli, ilmli qilib netaman, tarbiyalayman desak o'zingizlar, shu yerga kelib IT o'quv markaziga kelasizlar xudo xolasa. Albatta, shuda hamma o'zlari boraxang, ya'ni direktorimiz bor beradi endi. Alohida, ya'ni men asoschi bo'lsam, direktorimiz bor, ular kuchli mutaxassis, ya'ni maktabda ham ishlaydilar, o'quv markazida ham ishlaganlar, ya'ni rahbar lavozimida ishlaganlar. Shuning uchun ular qabul qiladi, ham metodist, ularda darslarni nechik metodik taraflama bolalarga yetkazib berish, o'qituvchilarning pedagogik taraflama nechik bolalarga yetkazib berishida yordam beradigan mutaxassis. Shuning uchun har oyda shuni tekshirib nazorat qilib, ota-onalardan ham, bolalardan ham so'rovnoma olib, hammasi joyida ketib turibmi, yo'qmi aniqlab turadilar. Bo'ldi. Shu taraflari yaxshi. Bo'ldi. Asa endi xulosa o'zingizdan, hurmatli ota-onalar, kelasizlar, ko'rasizlar, masalan, bolalarni o'zini bersangiz, kelib, ko'rib, albatta shu yerda xudo xolasa o'qib chiqsalar, bir kasb egasi bo'ladilar, nasib bo'lsa. Zamonaviy IT kasb egasi bo'ladilar. Ya'ni bu deyani u katta, ya'ni bayanimiz endi IT ga qarab ketib yotir baribir. Ya'ni IT yo'nalishini bir yil ichida egasi bo'lib turib, keyin uyinda o'tirib xohlasa katta ofislarda o'tirib ishlash imkoniyatlari bo'ladi bolalarda. Necha yoshdan qabul qilamiz biz bu narsani aytib ketaylik. Agar bizada kelib qiziqadiganlar bo'lsa, kompyuter yo'nalishini masalan 9 yoshidan 10 yoshidan qabul qilaveramiz. Keyin mental arifmetika yo'nalishimiz bor, bizani yaqinda ochdik, yosh bolalar uchun 6 yoshdan qabul qilamiz. 6 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan yoshlar qabul qilamiz. Uyda bilasiz, miyasini tez ishlatish, IQ taraflama rivojlantiradi bolalar. Kattalar uchun esa, ayniqsa bozorchilarimiz uchun buxgalteriya kursini tashkillashtirdik. 3 oylik. 3 oyda buxgalteriya bo'yicha to'liq bozorda o'zlariga kerak bo'ladigan yoki bo'lmasa men kasbiyatni o'rganaman desalar ham, kasbiyatida buxgalteriyani, sir asrorlarini noldan boshlab oxirigacha o'rganib chiqish imkoniyati bor. Shuni albatta, ya'ni kuchli mutaxassisimizni 5 yillik tajribasi bor mutaxassisimizni natganmiz hozir. Ish olganmiz. Tushunarli. Asa, endi Ravshanbek aka, xudo xolasa yana videomizni ko'rdilar. Siz ham katta rahmat aytamiz. Shu yerda shu ochib, yurib turganingiz uchun, bolalar ilmni bilimli qilib tursiz. Sizga ham rahmat. Ko'p endi ishga kelib o'qib yurgan bolalarimiz kasb egasi bo'ladi bari. Xudo xolasa. Xo'jaligini boqadi. Albatta shuning izidan joy soladi, mash'aladi, kasb bilgansa. Albatta hammamizga foydasi bor. Asa bu videomizni obunachilar like bosib, aka-ukalarga tarqatib qo'yasizlar. Albatta kelib o'qib qarashdan so'rab qolamiz ukalar. Xolasa soat 3 ona-otalarimiz keladi dedik. Har oyda bir mazza oladi dedingiz-ku. Bugun xudo xolasa yana keldilar. Videoning oxirida kelib qoldilar. Shuni ham endi taqdirlash marosimini ham ko'rsatib o'tamiz esa.
bitirgan o'quvchilar boradi. Tamam. Bitirgan o'quvchilarimizni sertifikat bilan taqdirlaymiz. Bir yandan chog'irib, taqdirlab, shu ota-onalardan bitta xursand bo'lib o'tadi. Bo'ldi, tushunaman. Bobomga pul keldi. Pul kelmadi? Xo'jaligida 2 oylik kompyuter kursini tugatiladi, muvaffaqiyatli tugatiladi. Hamma sertifikat berilmaydi, muvaffaqiyatli tugatganlarga sertifikat beriladi. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Keyingi javob Jonibek. Javob tabriklaymiz. Kitob kursiyasida. Jonibek o'g'li Shohjahon. Xudoybergan Shohjahon. Shohjahon, tabriklaymiz. Keyingi Odilbek o'g'li Shohjahon. Shohjahon, tabriklaymiz. Keyingi Rasulbek. Bormi Rasulbek? Ha, qasdinglar. Umidbek bormi? Umidbek tabriklaymiz. Keyingisi Sarvino. Suhrobjon degan o'g'li. Suhrobjon va oxirgisi Ismoil Hasanboy. Gaplashmadi? Yaxshi, jasadlarimiz. Bu yigitlar bizlarda o'qituvchilarimiz yigitlarimiz 2 oylik kompyuter soatxonlik, ya'ni kompyuterni noldan kompyuter kursini 2 oyda tugatdilar. Va endi bu yana bular keyingi bosqichimiz bularda IT'ni asosiy kasb yo'nalishiga kelib bordi bularda. Ya'ni dasturlash yo'nalishlarini birini tanlaydilar. Yoki bo'lmasa boshqa yo'nalishni, buxgalteriyami, matematikani o'zimi yo ingliz tilini ketadilarmi? Bir yo'nalish tanlaydi, o'zini ustozning tavsiyasi bilan bir yo'nalish topadi. Birinchi so'raya dasturlashni yetaman desa, dasturlash asoslari kursidan boshlanadi, bu ham 2 oy davom etadi. Shuni aytamiz. Endi o'zlari qarori bilan ustozlar bilan hamkorlik. Shu bosqichga keldilar. Shu bosqichga yetganlaringizdan tabriklaymiz. Kompyuter foydalanishni o'rganganingizda aslında yosh kattalar ham bu yoshda o'zlarini shu katta yoshimlar 2 oylik bizlarning kursimizni tugatib turib ishiga chiqdilar. Darhaqiqat hozir bemalol hozir ishlab turadilar, kompyuter tushunasizlar, kompyuter bemalol uyda. Word, Excel hammasi ishlashni o'rgandingizlar, to'g'rimi? Demak, shu sizlarni Yuting. keyingi ishlaringiz ham muvaffaqiyat tilamiz hammaga. Rahmat. Rahmat, sog' olun. Tabriklaymiz. Onalardan ham agar o'zlarini masalan fikrlari bo'lgan bo'lsa, o'qitmaga faoliyat haqqında masalan inshaalloh masalan sizlar farzandlaringizni o'qituvchilar faoliyat barchasi tarafdan yo'naltirish uchun. Bu o'zi bugun taklif qilgan sababi shu o'quv markazi faoliyatini ko'rish uchun, chunki YouTube'da ko'pchilik obunachilar ko'p. Ko'pchilik xabarimiz yo'q, sizlarda telefon tutdilar bizlar. O'shanligicha bilimimizda bog'lanib, Iroq xizmatimiz asoslangan 1 yil bo'la keldi. Hali ko'pchilik xabar yo'q ekan, shuning uchun nonushta uchun aytdim. Hammasi yaxshi aqang shunda. Hammasi yaxshi. Esa sog'lig'inglar deymiz. Ilohim shu kasbkor egasi bo'lsin deymiz. Shu ota-onalar bolalarga mahkam bo'lsalar, shu mevaning ham tena yaxshi parvarish etsang dedi, mevasini yaxshi beradi dedi-ku. Albatta shu bolam shunchaki shu. Esa ilm o'rgatib, omadlaringiz bersin deymiz esa. Sog' bo'linglar, bolalarning salohiyatini ko'ringlar. Esa sizlar rahmat esa. Charchamagansiz. Assalomu alaykum ukalar, tabriklaymiz. Bormisizlar? Qana necha bo'ldi o'qish jarayoni? O'rgandingizlarmi ajoyib etib? Necha oy o'qidingiz endi? 2 oy. 2 oyda o'zlashtirib oldingizmi? Necha bo'ldi? Word, Excel, PowerPoint shular testdan chiqdi. Ha. Endi dasturlash asoslarini o'tdik. Fon o'rganib chiqdingizmi shuni? Zo'rmi shunda? Tavsiya qilamizmi shunda? Tavsiya qilamiz albatta. Bo'ldi. Esa sizlar ham omad tilaymiz esa, sog' bo'linglar. Endi Xudo xolosa taqdirlanish marosimi yana ketib turibdi. Kelmagan, kech kelgan bolalar bo'lgan, ozuqlar ham beradilar. Tabriklaymiz. Charchamanglar. Malades. Hurmatli ota-onalar, Xudo xolosa ko'rdingizlar. Bolalarni akkalib, shuda ilmli bilimli qilishingiz mumkin.